Hammaga assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar, bormisizlar? Video qo'ymaganimga tez video qo'ya olmayapman, chunki musofirdamiz, ishdamiz. Ish uyi bo'lib charchab kelib video ham qo'ya olmayapti odam. Hozir dengiz bo'yiga chiqqandim mana. Uy tagida dengiz edi, quyosh botishini tomosha qilib ishdan keyin. Quyosh ham botdi o'sha. Quyosh botdi. Asta endi uyga qaytamiz. Turgandim oyoqda, ana uylar, uylik mashinalar. Shunaqa joylar. Ana ko'rasizlar, ana qisqish baqami nima deydi ana uni? Maydagina ko'rinyapti. 8 oyoqni o'shani qo'yib. Borsam qochib ketadi. Shunaqa joylar akalar. Bir manzarani sizlarga ham bir ulashib qo'yay dedim. Bo'yiga o'tiribmiz. Yagadan beri deganday. Hammaga yaxshi kayfiyat, joninglar sog' bo'lsin. Sog'mon bo'linglar. Mana yerda ko'prik qo'ymagan ekanda bu tarafga. Ko'prik qo'yganda u shaharga o'tsa ham bo'ladi-da. Endi bu yoqqa shu qayiq bilanmi o'tiladi-da aslida. Qayiq bilan o'tiladi. Dengiz bo'yiga o'tirishda ham o'zining bir gashti bor. Buni bilganlar biladi. Quyosh ham botdi, mana salqin bo'lyapti. Ana yerdan agrada qilib qo'ygan. Katta hayvonlar, anaqalar, baliq, akula deganda katta anaqalar kelib qolmasin deb. Shunaqa joylar. Keyin kim meni qaysi davlatdan kuzatyapti? Kommentariyada yozib qoldiringlar, akalar. Meni ham juda qiziq. Kim qayerdan kuzatyapti? Kimda nima savollar? Kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Hammaga xudo xolasa vaqt topib javob yozishga harakat qilaman. Joylar. Xorvatiyadamiz, Xorvatiya. Beograd degan joyda.